Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Taksidan, musofirlikdan gapiramizda. Rossiyaning bir Kemerovo degan shahri bor ekan. O'sha yerga keldik. Eskiroq mashinada aylandik, qiynaldik jinda. Xo'sh, mashin Novosibirskda masjidlarda shu ko'pdan beri shu ko'pchilik shuni kattalariga aytaylik, bir narsa qilib ko'ndiraylik, kechasi ochiq turadigan qildiraylik. Ancha muncha kelgan hali musofirlar ko'chada qolib ketyapti, shular endi bir kunga bo'lsa yotsin masjidda, kechqurun qulflab qo'yapti degan gap o'ta ko'p chiqadi-da. Shuni aytaylik, men ko'p aytaman. Yo'q, bularni yurtida yashaganimiz uchun bular qonunga rioya qilishga majburmiz birinchilab. Ikkinchilab ko'p holatlar bo'lyapti. Endi haligi nima holatligini aytishga hojat yo'q, shuning uchun majbur yopilyapti masjidlar kechasi. Endi Xitoydan keyin ancha ochiq turadi o'zi. Shunga buni o'rniga o'sha kelganlar kutib olishga, ko'chada qoldirmaslikka harakat qilaylik deb ko'p aytaman-da endi. Xullas keldik Kemerovo degan joylariga. Allohning irodasi bilan yo'llar sovuq, 33 gradus degan bilan haligi shamolda hisobga qattiqroq sovuq bo'lyapti. Sirg'anchiq endi qiyinchilik. Allohning irodasi bilan shaharlarga kirib kelish bilan mashina buzildi-da. Agar yo'lda qolib ketganimizda bir Alloh saqlasin qattiq mashaqqat bo'lar edi. Kirib keldim. Yakshanba xullas anaqa ustaxonada ishlamas ekan, endi topolmadi, ertaga alka qoladigan bo'lib ustaxonaga borib mashinani tashladik. Endi joy oqtarish muammo bo'lib qoldi. Nihoyatda qattiq oqtardim. $105 deyapti, anaqa lyuks bitta gastnitsa bor ekan, katta sentrlarda lyuks qoldi xolos, $105 dedi. Ertamangacha ham bir sutkasi emas. Endi bir sutkadir, endi shunday dedi. Men ertamangacha degan savolimga $105 deb javob berdi. $105 ga yotolmaysiz endi. Bu yoqqa bor, bu yoqqa bor oqtaring ekan. O'zimizkilar kamroq joy ekan, masjid topib bordim. Masjidga kirib kelasam endi haligi biz birinchilab havo issiq edi, sal endi ikkinchilab endi mashina ichida yuramiz deb mashinamiz buzilib qolib, mana savdo qolib ketishni hisobini olmabmiz, sal yuqoriroq kiyimda haligimiz uchun. Masjidga kirishim bilan endi doim masjidga muhabbat qo'ygan bir ikkita toji birodarlar bor ekan, gaplashib qoldim. Nimcha sovqatib qolding? Bu yerlik emassan birosa deb siraz bilishdi. Endi haligi doim masjidga kirayotganlar bir-birini tanishsa kerak-da, Allohim. Bilasiz, shunaqa shahardan keluvdi, shu sal qiyinchilik bor, shunaqa desam, men nomerimni yozib ol dedim, bir joyga ketyapman, hozir kelaman, sen olib ketaman, mehmon qilaman dedi. Shunaqa bir hali ichimga issiqlik kirdi. Alhamdulillah shunaqa odamlar ekan. Rahmat dedim, men masjidda qolaman dedim. Ertaman sahar ketaman, ustalar ertaman kelar ekan deb rahmatni aytib jo'natib oldim. Nomerimni yoz bilan yozdirib qo'yishdim. Masjidga kirib, o'tirib ash gaplarni eslab, haqiqatda endi to'g'ri maslahat berishgan ekan, shunday qilish kerak ekan deb o'zimga o'zim nima qilib gapirib, hali toji bolaga telefon qilishni niyat qildim. Nimaga deganda, Qo'qqissoz masjidda yotaraymi deb birortasidan so'rasam, yo'q, yotib bo'lmaydi deb, biz senga hali ruxsat yo'q ekan bo'lsa, shu masjidga nisbatan haligi endi qanday deydi, yomon xabar eshitib, hali shu yerga borganini masjidga yotkizishmagan degan narsa bo'lib qolmasin. Har doim shu Kemerovo degan so'zni eshitganda dedim, men endi xullas shunaqa bo'lib qolmasin. Uni o'rniga men taklif qilganda o'sha yerga boraverayin. Mana Kemerovoga borganimda bir toji birodar uyga olib ketgan deb, yaxshi bir nima bilan eslab yuraman deb toji bolaga telefon qildim. Allohning irodasi ekan. Telefon qilib tursam, kim bilan gaplashyapsiz, kimsiz deb bittasi shu masjid xodimi kelib qoldi. Shunaqa edi, shahardan keldim, shunaqa desam, hozir boradigan joyingiz bormi dedi.
he hozir bir an chaqiryapman desam, he hozir biz masjid yapamiz, siz chiqib ketishingiz kerak deb, u savdo qilib ketasiz deydi. Ya subhanalloh. Yosh bola ekan endi indamadimu. Haqiqatda bir masjidlar yaniga bir shunaqa narsalar qilishimiz kerak ekanda deyman. Bir shuni ham bir kattalar kirishilsa yaxshi bo'lsa kerak, Allohning. Shunaqa.